Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sadaqacırız. Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü İslah uçman 2024 yıl 3. ayının 19. gün haftığı seyşembe. Bugün sizlerge sözleydiği vaziyetimiz mundaq vatandaşlar. Evvel vaziyetten gep kılaylı sizlerge. Prezident Vladimir Putin qayta prezident bo'lib saylandi deydi. Dünya urushi bilan Putin dunyoga tahdid soldi. Har qaysi davlatlar uning tahdid solishini aybladi. Amerika Junguni birinchi darajalik dushman qatoriga qo'ydi. Bu Xitoylarda bir odat bor ekanki, maqola yozsimi, video film ishlasimi 3-4 xabarning mavzusini bir qator qo'yib oladi, mazmunni kengaytdim deb. Shuni hozir bu yerda Rossiya to'g'riliq gap qilib o'tib, endi oxir nima deydi? Amerika Junguni birinchi darajalik dushman qatoriga qo'ydi. Yangi tanliqlar televiziyasi 3-oyning 19-kuni YouTube. Yana bir xabar. Prezident Vladimir Putin Junguni ziyorat qildi. Xi Jinping Fransiyani ziyorat qildi. Mana bu hamda keskin xabar va yangi xabar organalligidan aytganda yana hammani besib tushirgan organallik xususiyatga ega xabar. Bu xabarni xabar qilguvchi bugun Maju apandi. Tez xabar video film edi shundoq ko'rsatdi 3-oyning 19-kuni. Men buni angladim. Hozir shu to'liq angladimmi yoki xatomi bilmadim. Sabab o'tgan yili 10-oyning 18-kuni Beijingni ziyorat qilgan Vladimir Putin tunigun 17-kuni saylandan o'tib 18-kuni 2 xil nutq so'zildi vatandosh. Buning biri maxsus Jungoga qaratildi. Ikkinchi qismi ehtimol davlat ichi bo'lishi kerak. Undan xabar topolmadik. Tuyuqsizda Junguni qo'lga oldi. Junguni eg'iz qilib, ya'ni Jungo to'g'risida to'xtaldi. Bu tarafı endi kishini o'ylandiramdi yoki qanday shuni ko'ring. Endi bu dedi hozir endi shundan keyin 18-kuni Jungoning raisi Xi Jinping Moskvaga telegram yo'llab Prezident Vladimir Putinning qayta saylanganligini tabrikladi vatandosh. Endi bu yerda hozir Maju deydi, Reuters'ni qizg'aldi. Reuters'ning xabari ekan. Reuters'ning xabaricha deydi Maju apandi Vladimir Putin Junguni ziyorat qildi. Xi Jinping Fransiyani ziyorat qildi. Endi Xi Jinping Fransiyani ziyorat qildi deganda Fransiya hukumati hozir Ukraina urushiga aralashish uchun askar chiqarish tek gaplarni eg'izdan chiqardi vatandosh. Bu yerda Xi Jinpingning Fransiyani ziyorat qilishi shu sababdimi nima? Bu to'g'rida Maju apandi bir narsa demadi, lekin bu xabar intayin jiddiy, intayin vaziyat xarakteri intayin kuchli xabar vatandosh. Bo'lib Vladimir Putinning saylanib bo'lib Junguni ziyorat qilishi bu ajoyib. Yani tuvanda to'xtalimiz jumata bunida. Hindiston vaziri Modi Arunachal shtatida paydo bo'ldi. Bu Jungoga urush e'lon qilganlikmi? Prezident Vladimir Putin Angliya, Fransiya qatorliq davlatlarni urushga qatnashuvchi davlatlar qatoriga tizdi. Axborot yashmisi 3-oyning 19-kuni YouTube. Taiping Dao porti yasilib bitdi. Taiping Dao hozir Tayvan bilan Filippin o'rtasidagi bir orol ekan. Bu orolda Tayvan taraf hozir bir port yasabdi. Bu port bitibdi. Shunlashqa endi 3-oyning 18-kunidan boshlab bu port ishga solinibdi. Dal mushundaq paytda prezident Tsai Ing-wen Taiping Dao orolini ziyorat qilamdi, qilmamdi? Hozir bir savol qo'yildi. Ehtimol Taiping Dao'ni prezident Tsai Ing-wen ziyorat qiladigan bo'lsa,
Junkoo tarapdan qandaq inkas keledi deydigan bir gap buni ichiga yo'shirinib turibdi vatandosh. Buni xabar qilg'uchilar Dongsun, Tayvan Dongsun xabarlari. 3-oyning 18-kuni YouTube. Endi yana nima? Yaxshi xabar qarab turing. Endi bu yaxshi xabar kinoya aralashgan yaxshimi yoki haqiqatan yaxshi xabarmi bilgili olmaydi. Yaxshi xabar deydi ananga. Reis Xi Jinping agar NATO Rossiyaga hujum qilsa, Rossiyani qo'llab urushga qatnashadiganligi to'g'risida ifoda bildirdi. Gördünüzmü? Endi bu gap o'tirib chiqqan darliqda bir kun atom yadro quroli deydi Vladimir Putin, bir kun NATO hujum qildi deydi Vladimir Putin. Mush gaplar qatorida gap, lekin bugun hozir bu xabarni belki sizlarga tonish so'shoqi. Ne deydi? Yaxshi xabar. Reis Xi Jinping agar NATO Rossiyaga hujum qilsa, Rossiyani qo'llab urushga qatnashadiganligi to'g'risida ifoda bildirdi. Xalqaro harbiy ishlar mutaxassislari tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. Xi Jinpingning yasham kunlari haqiqatan az qoldi. Sharqiy xalqaro harbiy ishlar mutaxassislari mundaq ko'rsatdi. Xi Jinpingning yasham kunlari haqiqatan az qoldi. So'shoqi 3-oyning 19-kuni YouTube. Tayvanda prezident saylandi, muavin prezident Somichin. Hozir Somichin Amerikani ziyorat qilib, bo'lgandan keyin Amerikada yuqori darajalik amaldorlar bilan ko'rishgandan keyin endi Somichin Yevropa ittifoqini ziyorat qildigan bo'ldi va birinchi bekat ehtimol Chexiya poytaxti Praga bo'lsa kerak. Hozir Somichin Amerikadagi ziyoratini oxirlashtirib, muavin prezidenti Tayvanning endi Yevropa ittifoqiga, Yevropaga qaratgan ziyoratini boshladi. Birinchi bekat balki Chexiya Cumhuriyati. Bu xabarni Tayvan televiziyasi axboroti 3-oyning 19-kuni YouTube'da xabar qildi. Yana xabar o'tganda biz sizlarga 5 kundan bir shuni so'zlayapmiz. Nima dedik? Masalan, avval Kayvotang hozir Xitoy harbiy qurol yaroqni Xinjiangga o'tkazayotdi dedi. Uning keyinda yana bir qo'shimcha xabarni o'zimiz so'zlab tahlil qildik. Bugun bu Kayvotang 88-96 belgilik video filmi. Prezident Vladimir Putin qayta prezident bo'lib saylandi. Junkoo Kompartiyasi ifoda bildirib, Rossiya bilan birlashib Amerikaga qarshi turamiz dedi. Bugun bir xabar bor. Hozir tuvanda to'xtalamiz. Bu gap yo'q o xabarda. Biroq hamda xabarning hammasi to'liq bo'lmaydi-ku. Endi bu xabar nereden topdi? Bunun manbai to'g'risi bir narsa demedi bu adam. Hozir kelibdi, men buni anglab boqaman vatandosh. Prezident Vladimir Putin qayta prezident bo'lib saylandi. Junkoo Kompartiyasi ifoda bildirib, Rossiya bilan birlashib Amerikaga qarshi turamiz dedi. Shunda mumkinlik bo'lamdi ya? Shunda cho'ng so'zlaydigan gapmi bo'lamdi diplomatiya, siyosiy davlatlar davlat o'rtasidagi munosabatda? Junkoo Rossiya bilan birlashib Amerikaga qarshi turamiz dedi. Bu Chausheng shiori bo'lib qoldimi yo qanday? Fransiya Macron haqiqatan Ukrainada urush qilamdi. Boshda aytdik-ku. Fransiya prezidenti Macron arliqda askar chiqaramiz Rossiyaga, Ukrainaga dedi. Urush qatnashishimiz kerak dedi. Bu yerda qo'yilgan savol haqiqatan Ukrainada Fransiya urush qilamdi degan savol ekan. Buni ya'ni shu Kayvotang axborot kanali 3-oyning 19-kuni YouTube. Bu nima signal? Endi bu haqiqiy deysizlar, siz biz ko'rib turibmiz. Ham bunga ishonishimiz kerak bu xabarlarga vatandosh. Bu nima signal? Amerika Kanada grajdanlarini chekindirishga boshladi. Mavzuli xabar 3-oyning 18-kuni Vanwit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Geopolitik siyosat tarafdan jiddiy xabarlar yetib keldi.
Amerika, Kanada, Koriya, Angliya qatorliq davlatlar Rossiyadan grejdallarni chekindirishga boshladi. Fransiya prezidenti Makron Ukrainaga yordamga askar chiqarishni chetga qaqmaydiganligini bildirdi. Endi yuqori xabarlarimiz bu yerda isbotlanib turibdi. Amerika, Angliya, Kanada qatorliq davlatlar Rossiyada askar chekindirdi. Bu emas, yana bir ikkinchi qitimliq video filmda Amerika, Angliya qatorliq, Kanada qatorliq davlatlar Rossiyadan grejdallarni chekindirishni qaror qilgan ekan. Yevropa ittifoqi, hatta Yevropadagi ba'zi davlatlar bunga ergishiblar. Rossiyadan o'zining grejdallarni chekindiradigan bo'ldi deydi. Buna nima deyishimiz kerak vatandoshlar? Shundaqda Rossiyadan Vladimir Putin bir askalik qilishi mumkin deb o'ylamsiz, faraz qilamsiz vatandosh. Hozir Amerika boshchiligida Kanada va boshqa davlatlar Rossiyada askar chekindi deydi. Endi yaqinda Germaniyaning Berlin shahrida Weimar 3 burjak suhbati bu. Weimar'dagi Versal degan gapmi? Yo'q, Versal degan Versal emas, Weimar. Germaniyaning halaqi bir vaziri nima bir Germaniyani birlikka keltirgan Bismarck. Bismarck degan gapni bilmadim. Weimar deb Xitoycha 3 burjak suhbati o'tkazildi. Bu suhbat yig'inda Fransiya, Germaniya va Polsha qatorliq 3 davlat birdek fikr qilib Ukrainani jiddiy yordam berish bilan yoki Ukrainaga beriladigan jiddiy yordamning qatim soni va qurol yarog' soni degidek ko'paytirishni qaror qildi deydi. Bu 3 davlat qaysi ekan desangiz, Weimar suhbati, burjak suhbati, Polsha, Germaniya, Fransiya 3 davlat. Bu 3 davlat 1991-yili qurib chiqqan siyosiy hamkorlik sahnasi ekan bu. Hozir endi bular mushu Ukraina Rossiya urushi tufayli bu yig'inni aytishga majbur bo'lgandek yoki zaruriyat deb his qilgandek. Hozir shuni his qiliblar, bu 3 davlat birlashib hozir Ukrainaga harbiy yordam berish, yordam berishni kuchaytirish va ko'paytirish to'g'risida so'zlashdi vatandosh. Endilikda yana bir xabarga qarangana. Prezident Vladimir saylanda tugabdi bu. Ikkinchi bet tugabdi kechiringlar. Savamlar Yevropa ittifoqi va NATO bilan bo'lgan munosabatlarni yaxshilab bu Weimar suhbati, ya'ni 3 burjak suhbat 91-yili qurilganda Yevropa ittifoqi bilan Yevropa uchoq yana boshqa Yevropa davlatlari taqa Yevropa ittifoqiga kirmagan tug'on. Yevropa shundaqla Yevropa ittifoqi va Yevropa davlatlarining NATO bilan bo'lgan munosabatini kuchaytirish to'g'risida bu 3 davlat Polsha, Fransiya, Germaniya maslahatlashib tadqiqot olib boradigan ishkan bu tashkilot Weimar 3 burjak suhbati degan. Bu qatim jiddiy holda buni chaqirdi hisobda. NATO'ga kelsak, NATO yaqinda Shvetsiyani qabul qildi. Shuning bilan NATO'ga a'zo davlatlarning soni umuman 32 davlatga yetdi vatandosh.